Ye. Assalomu alaykum dada, og'rimang. Ha keptilar-da muhtaram zot, qayerda edilar? Bir haftadan beri daragi yo'q. Qayerda yuruvdilar? Qayerda yuraman dada? Ishdaman, ishdan. Bilasiz, yangi ishga kirganman. Davlat ishi o'yinchoqmi dada sizga? Unisiga ham xo'jayin qachon uyga ketsa, keyin ketamiz. Ketmasa o'tiramiz xo'jayin uyga ketishini kutib. Xo'jayining qolsa sen ham qolishing kerakmi? Ha? Qolishing kerakmi? Mana Huson brigadirning o'g'lini taniysanmi? Tursun qaranimi? Bilmayman, qarami, oqmi? O'sha Tursun qara. Kuniga ishimda o'nim bo'lsin, baraka bo'lsin deb otasini oldiga kirib, otasining duosini olib, keyin ishga ketar ekan. Ison traktorchi o'g'li o'rmon bo'yida bilasanmi? Har kuni ishdan qaytishda ikkita issiq nonni olar ekanda, otasini ko'rib, keyin uyga ketar ekan. Senchi bir haftadan beri daraging yo'q. Na mendan xabar olasan, na enangdan xabar olasan. Bir haftadan beri mazam yo'q meni. Bir dor-dormon olib kelib aytaman desam, na o'zing bo'lsan, na telefoning ishlaydi. Eskilarda gapi bor. Enang o'lsa dugonalardan, otang o'lsa jo'ralardan xabar olib turgin degan. Erta men o'lsam, Ibrohim meni jon jo'ram. Sen Ibrohimni xabar olasanmi? Sen menga qo'shib Ibrohimni ham ko'mverasan. Enasini indirib qo'yasan Ibrohimni. Dada, boshlamang shu nasihangizni iltimos. Nasihat emas, nasihat. Bu gaplarni olsang olmasang qurib uyda yo'qol. Sadqa ota senga. Bo'ldi dada, tushundim. Boshqa takrorlamayman. Bo'ldimi? Qo'ying bu gaplarni dada. Mana ustida kiyib olgan kiyimni qarang, mana juldiroq kiyimni qarang. Doim haqlagadir bekitib tashlaymiz, yana top kiyib olasiz shu kiyimni ya dada. Hozir mehmonlar keladi, kollektivim, jo'ralarim, boshlig'im ham kelyapti mehmonga dada. Mana bu kiyimda odam sizni uyaladi ularning oldidan dadam deyishga. Menga qara, meni ishdan qoldirma, xo'pmi? O'zing qilmaysan bularni. Men shuni tugab tushishim kerak. Bor, ishingni qil bor. Dada, iltimos sizdan mana juldiroq kiyimlaringizni yechib oling dada. Odam uyaladi sizni ota deyishga. Nima? Otam deyishga uyalasan? Bo'lmasa xo'jayinga mardikor ishlatyapman deyvergin. Xo'pmi? Bor, qurib uydan. Mardikor deyaveraymi? Dever. Ha, bo'pti. Rozi bo'lsangiz bo'ldi. Birontasi bir ishni qoyil qila olmaydi. Lekin gap o'ynaganing o'ylaymi bularni? Birinchi ishni qoyil qil. Keyin yotib gap o'yna. Dambu, o'tgan kunni dam. Bola. Ha, otaxon. Nima qilyapsiz? Ko'rmayapsizmi? Maza qilib yotibman-ku. Betim maza qilib dam yotishingni qara. Qachon o'lsam qo'lingdan telefon tushmaydi, yaqa o'tsam ham abid kechqurun peshin o'tsam, faqat yotgan bo'lsa oyog'ingni ko'tarib. Undan ko'ra bir ish qilsang bo'lmaydimi? Masalan, bir meva daraxt. Meva hosilga kiradi. ha keyinchi. Keyin bozorga olib chiqib sotasan. Hop, undan keyinchi. Keyin o'sha sotgan pulingga ko'proq meva daraxt ekasan. Keyinchi. Keyin mevasi ko'p bo'ladi. Olib chiqib bozorga olib sotasan. Keyinchi. Keyin bitta sharbat ishlab chiqadigan zavod qurasan. Puling ko'p bo'ladi. Keyinchi. Undan keyin mana daraxt soyasida mazza qilib yotasan. Hozir nima qilyapman? Hozir ham daraxt soyasida mazza qilib yotibman-ku. Aytasan lekin. Bizlar ham o'lib, tirilib ishlayotgan ekanmiz-da. Yotur.
Bobur ko'chasiga qanaqa borsak bo'ladi? Bobur ko'chasiga mana birinchi o'ng qo'lga ko'cha keladi. O'sha ko'chani shunday bursangiz Bobur ko'chasi. Ye? Rahimov Tohir. 40-maktab, 11-G. Ha? Maktabni oltin medalga tugatgan a'lochi. Ha? Bir ko'rishda tanimabman bu turishingni ko'rib. Ye, Hasanov sohib. Ha. 40-maktab. Sinfdan sinfga qolib 2 baho tugatgan. O'zing yaxshi. Oldinda nima bo'lishini bilib olmas ekanda. Maktabda qanaqa eding? Hammadan oldinda eding. Hamma seni ko'chirardi, a'lochi eding. Hayot teskarisiga aylanib ketdi-da. Qanaqa qilib bu ahvolga tushib qolding? Shu ahvol shu, mana shu yerda yashayman. Men uyim mana shu. Xizmatkorimiz bor edi, ay opa, mazasini kelolmay qolibdi bugun. Bola chaqa ham bugun dam olish kuni-ku. Onam bir ko'rib kelaydi, bolalar deb ketgandi. Kecha shamol bo'ldi-ku. Hamma joy to'zib rasoq tashabdi. Shu hovli sendanmi? Ha, meni hovlim shu yerda yashayman men. O'zing nima qilib yursan bu yerda? Nima ish qilib yursan? Hozir. Alo. Ha, xo'jayin. Ha. Repetitorga tashladim qizingizni. Hozir boraman yoningizga. Hozir boryapman, yo'ldaman. Hozir bitta joyga shunday birrov kirib boraman. Kechirasan, xo'jayin chaqirib qoldi-da. Mana hovlimda ham bilib olding. Yo'ling tushib qolsa, kir. Bo'pti, O'tiramiz. Mehmonlar keldi. Buyuring, yeching mana kiyingizni, yeching. Mehmonlar keldi. Men senga mardikor deb qo'y dedimmi? Bor aytgandiki, hozir men qilmasam bo'shlarki, enang qiladimi? Senga hayotda qilmaysan. Bor ko'zimni ko'rmaginda. Ha, kelinglar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Hozir kelinglar. Ormay. Assalomu alaykum. Bobroq shu hovlilarda hammadan bor shekilli-ga. Qani, kelinglar mehmonlar, kelinglar. Boltavoy. Hamma yo'q bog'i va shu огородlar ham jura stadion-ku va otaxonam do'ppini uzoq otgan ekan-da. Ha, bobolar ham otgan, otalar ham otgan. Hozirgina otolmay qoldi. Yer tanqis bo'lib qoldi-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Boltavoy, bu kishi otangizmi? Mardikorman ukalar, mardikor. Shu bog'ni yaxshi tushunaman. Yilga kelib shu bog'larni qirqib ko'mishga tayyorlab berib ketaman. Shunaqa mardikor. Shularni. Qani yuringlar, dastur. Xudo quvvat bersin. Qani. Amaki yuring. Ziyofat tayyor ekan. Sizlar bemalol kiraveringlar. Men bu ishni oxirigacha yetkazib qo'ymasam, ama xo'jayin ham pul olishga qiynalib qolaman keyin. Xizmatchilik. Kiraveringlar, sizlar kiraveringlar. Eshityapman. Eshitaman. Mumkinmi? Bir daqiqa. Aha. Bo'ldimi? Gapirib bo'ldingmi? Sengachi hamma narsani tashlab ketadigan ahmoq yo'q, tushundingmi? Berasan. Oxirgi shimingacha berasan. Kvartirangda hech narsani qoldirmayman, hammasini olib ketaman. Berasan, bermasdan ilojing yo'q. Nima masaga shu vaqtgacha laylak haydab yuruvdimmi, ha? Bekor aytibsan. Hamma narsani olib ketaman. Hamma narsani berasan, tushundingmi? Erkak, telefonni tag'in o'chirib qo'ymagin. Telefoningni kutaman seni. Ahmoq. Tavba. Erkak. Vaqtida berish kerak. Assalomu alaykum. Bankimizning kredit bo'limiga xush kelibsiz. Eshitaman. Ehtiyot. Bu sana berdi.
Ey, shunaqa ham ichadimi odam? Ey. Voy dadasi. Yana shu alkashlaringizni uyga olib kelyapsizmi, a? Qachongacha bu ahvol davom etadi? Jonga tegib ketdi-ku. Har kun shu ahvol. Ha, endi xotin kim qayerda ishlasa, o'sha yerdan topgan tutganini uyiga tashiydi-da. Misol uchun quruvchi sement tashiydi, g'isht tashiydi, shifokorlar dori darmon tashiydi uyiga. Ammo hushyorxonada ishlasam, nima tashiyman? Alkash tashiyman-da. Hazır. Bilasan-ku, hozir hushyorxonamiz remontda. Majbur hammamizni uyimizga berib yuborishyapti. Ertalab o'ziga keladi, turib chiqib ketadi. Mayli. Hay, shoshmang. Voy, qayerga ketyapsiz? Ikkalamizni yolg'iz tashlab. Voy, nimaga yolg'iz tashiyman? Ko'chada yana ikkitasi bor. Nima? Ularni ham olib kiray. Voy. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi o'rtoq boshliq? Rahmat kelganingizga, vaqt ajratib kelganingizga rahmat boshliq. Behruzjon. Yaxshi o'tiribsizmi? Endi qozonga yaqin yursang qorasi yiqadi deydi. Shu boshliqqa yaqinroq o'tiradi, ustidan yuqoriroq chiqib ketdi. Uzuring lekin Behruzjon. Uzr. Yaxshi o'tiribsizmi boshliq? Xush kelibsiz. Bugun men telefon oldim. Telefon? Ha. Voy. Qani. Voy, bu telefonni qarang. Bu telefonni qarang. Bu allam balo bu. Voy. Uni qarang. Uni qushday yengilligini qarang. Uchib ketay deydi-ya. Chamazda telefon bo'lsa kerak, ha? Qani? Mena bitta ko'ray. Qani. O, qo'lga yoqadi-yu bu telefon. Voy, bejirimligini qarang. Ajoyib. Bu telefon faqat siz uchun muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat. Ahad Sahadovich. Men ham telefon sotib oldim. Biroz ishlatilgan ekan, lekin modeli yangi, yaxshi telefon deyishdi. Qani? Yo'q, voy, namuncha og'ir bu telefon. Buni besona qayligini qarang, buni Ahad Sahadovich. Shu ham telefon deb oldingizmi? Ancha pul berib ishlatgan bo'lsangiz kerak shunga ham. Shu ham telefon, buni og'irligini qarang. Na bunda ko'rinish bor, na bir xiraligini qarang. Uni qarang. Bu uchib ketaman deydi buni oldi-ya. Shu ham telefonmi? Shunga ham ancha pul berib xarid qilgan bo'lsangiz kerak, ha, Behruzjon. Qani. Bitta euro zilzam bo'lar bu. Joylashmaydi-ku qo'lda. Qanaqa telefon? Besonaqa ekanmi? Besonaqa ekan. Qani bir ko'raychi. Ha. Yoqmadimi sizga ham boshliq? Og'ir telefon ekan. Yaxshi telefonlarga qimmatbaho metallar ishlatadi. Shuning uchun ham og'ir bo'ladi-da. Nima qulayliklari bor buni? Endi boshliq qulayligi ko'p ekan. Mana masalan, suvga tushib ketsa ham ishlayverar ekan. Yo'q. Suv ostida ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari, bunaqa xotirasi 128 gigabayt. Kamerasida ham boshqa telefon modellaridagi bor funksiyalar yo'q. Shuni ikkalamiz almashtirib qo'ya olmaymizmi? Endi men qimmatroqqa olgandim-da. Behruzjon, nega yo'q deysiz? Xo'p demaysizmi? Boshliq o'zi muruvvat qilyapti-ku. Men sizni o'rningizda bo'lganimda do'ppimni osmonga otardim, Behruzjon. Nega o'ylanib turibsiz? Vaqti keldi, vaqti. Xo'p deyvering. Behruzjon, xo'p deng. Mayli, roziman. Ana, oling. Ana. Ya, Hazrat, muborak bo'lsin. 128 gigabayt muborak bo'lsin. Nima dedingiz? Haqiqiy asl metallardan tayyorlangan. Shu uchun og'ir dedingizmi? Ha, shuning uchun. Ya muborak bo'lsin. Telefon endi egasini topdi endi. Shunday. Boshliq. Qarang, 128 ta odam bemalol saqlanib qilsa bo'lar ekan. Shundaymi? 128. Mana, muborak bo'lsin. Mena bitta ko'ray. Qani. Mana. Ahad Sahadovich. Oynasi ham bor ekanmi? Bemalol sochingiz taraverasiz qarang. Rahmat. Ahad Sahadovich. Bu telefon siz uchun faqat. Chala savatlar. Manikidan 2 barobar qimmat telefonni menga berib, yana xursand bo'lib o'tirishibdi. Odam dub bo'lsa ham qiyin ekanda. Ya buni yuvish kerak. Buni yuvish kerak. Buni yuvish kerak. Men hozir kelaman. Hozir tugay deb qoldi-a bu. Hozir kelaman. Ya buni yuvish kerak. Muborak bo'lsin. Ahad Sahadovich. Xush kelibsiz bizga, xush kelibsiz. Ya odam xursand qildingiz. Rahmat. Hozir Tezroq, bolta. O'zizga tortaymi sizga?
Ha, keling. Keling. Ya assalomu alaykum. Va alaykum. Aka, yaxshimisiz? Va alaykum. Aka, menga aeroport kerak. Aeroport? Ha? Chiqsa 5 yoshda olib ketdinga aeroport. Yo'q. Menga quloqqa tiqib eshitadigan aeroport kerak. Aeroport deng. Ha, aeroport. Ha. Mana bu telefonga aka. Topiladimi? Hozir. Mana 400 ming so'm. 400 ming so'm? Yengil, qulay, mustahkam. Aka, sal qimmatroq ekanda, arzonrog'i bormi? Mana 300 ming so'm. 300 ming so'm. Buncha qimmat aka. 50 ming so'mlik bormi? 55 minglik. Hozir. Bormi? Hozir. Berak. Ana, Zo'r aka. Yugurishga ham qulay ekan. pulni cho'z. Pul? Ha, hozir. Mana aka. Eng Rahmat. asosiysi arzon. Zo'r ekan, qulay ekan. Rahmat aka. Voy, keling dadasi, keling. Ochsa tezroq xotin. Qani ushlab qoldishlar. Voy, tushunmadim. Bozorlikmi? Ha, kecha bozorlik qiluvdingiz-ku. Bozorlik desam bo'ladi xotinjon. Ha. Voy, odamlarni qo'lidan pul qochgan. Shu uchun qoida buzarlar nimani bersa, shuni olib kelaveramiz endi xotin. Hozir. Voy, o'lmasam. Tovuqmi? Ha? Tovuq? Voy. Voy. Ha? Chiziqni bosganlar bergan. Hozir. Tushunmadim. Voy. Yo'q. Hay dadasi. Qo'ymi bu? Qo'y. Nimaga? Tezlikni oshirganda bergan xotin buni. Nima qilay xotin? Ustozim aytgan, berganda betiga qarama deb. Shuning uchun berganini olib kelaveramizda. Boltovoy juda shinavanda, yaxshi bo'ladi. Qarang, hovlilarini toza, ozoda, juda chiroyli saqlar ekan-a. Ha, shinavandigi degan. Hovlini ham katta ekan. Boplabdi. Yaxshi. Iye. Assalomu alaykum. Mehmonlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Qaniji, yaxshimisiz? Ko'rishdik-ku. Ana shu yerga o'tiring otaxon. O'tiring mana bu yerga. Mana bu yerga o'tiring. Bor ijozat. Xo'p. Ko'rpani qayirib o'tiring. Qani ilohim, men tinchlik xotirjoningiz Alloh. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi? Bu qarasam bolta jo'ralaringiz yugurib, qayerqadir shoshib ketdi. Tomoqlarim taqillab ketdi. O'g'lim, suvmi, choy bo'lsa bir piyola ber, bir tomoq o'ylayveray. Otajon, ana undan o'zimizdan. Amaki, men bundan 50 qoqazdim ha. Endi o'g'lim, bundan 50 yoshgacha rosa qoqdim. Endi bundan qoqmayapman endi. Shu duo bizdan. Men sizlarga o'xshagan yoshlarni, mehmonlarni
duosini qilib yuribmiz, duo qilib yuribmiz. Rahmat, baraka toping. Rahmat. Yashang. Haligi so'raganda aybi yo'q. Kunlik ishlaysizmi yo soatbaymi? Demoqchi bo'lganim, bizning uyda ham tokzor bor. Ana o'shalar tekislash kerak, to'g'irlash kerak. Agar narxini kelisha olsak, o'zingiz qilib berarmidingiz? Boltovoy necha pul beryapti? Ha, men boltoy jo'ralaringdan pul olmayman. Tekin ishlamayotgandirsiz? Albatta tekin ishlamayman. Lekin shu bolta jo'ralaringning enasiga ko'nglim ketgan. Shu bolta uxlash bilan men ham enasining yoniga kirib ketaman. Yaxshi o'tirsizlarmi? Dada, yechmabsiz-ku mana ustizasiz kiyimizni. Men senga ustimdagi kiyimimni yechmayman dedim-ku. Mana bu topgan jo'ralaring ham o'zingga o'xshab dadasini dada deyishga uyalaydiganlardan ekan. Kevrgildim topgan jo'ralaringni. O'zim qo'yib chingiz